Kia Bongo elektromobil refrigerator xolodilnikligidan olgani keldi akalar. Bunaqasi har doim ham chiqavermaydi, uchiravermaydi. Elektromobilga refrigerator xolodilnik zavodskoy, peredelka qilinmagan, butkasi qirqilmagan, kesilmagan, zavoddan qanday chiqqan bo'lsa, mana shu holatda turgan. 2023-yil 12 ming yurgan mashina bor yo'g'i. Holatlarini bitta ko'rsatib o'taman. Haqiqatda ideal ekan mashinaning holati. Pul tikib olib kirib minganingizga arzuradi. Elektromotor и ref xolodilnik. Xo'p, mashinamizning holatiga keladigan bo'lsak, qaranglar. Yangidek turibdi. Zavoddan qanday chiqqan bo'lsa, o'sha holatini yo'qotmagan. Ballonlarda umuman rasxod qilmaysiz. Bor yo'q 12 ming yurgan mashina. O'rindiqlarni qarang, tozaligini. Tarpetkalar qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Ana yo'q. Zavod holatda turibdi. Probegini qarang. 12101 km masofani bosib o'tib turibdi. Abduf, abagrev, rul abagrev, bakoy spiral, zadniy vid kameralargacha ham bor. Klimat kontrol, avtomat korobka, Android monitor, video registrator, zadniy vid kamera. Rullargacha ham qiziydi. Mashinamiz zavodskoy, mana yangi chiqqan vipiskasi bo'ladi. Hozir ishlatib ko'rsataman. Zadniy vidlargacha ham bor. Agar orqaga oladigan bo'lsangiz, avtomatik zadniyni ko'rsatadi, mana ko'rishingiz mumkin. Refini ham ishlatib ko'rsataman. Batareyka zapas xodachi deganlarga 268 km beradi zavoddan bunga o'zi. Hozirgi 33% zaryadi bilan mana refini ishlatib qo'yaman. Refini ishlatdim, mana ko'rishingiz mumkin. Hali yoqib qo'ydim, minus mana 0.8 dan boshladi. 33% zaryadi bilan 67 km masofani bosib o'tadi deyapti. Hozir mana shu holatda, mana klimat kontrollari ishlab turibdi. Refini qo'shib qo'yganman. Mana shu bilan 67 km yuradi deyapti 33% bilan. O'zi zavoddan bu mashinalarga 268 km bergan. O'rtacha mashina yangiligini hisobiga 200 hozir qish kunida ozgincha batareyka yo'nqisi pastlaydi. Refini ulab qo'ydim, shu bilan 250 lar atrofida yuradi deb o'ylayverasizlar. 220 bilan 250 yursa, qish kunlarida, yoz kunlarida 250 bilan 300 o'rtasida yuradi deb o'ylayverasizlar. Yuk mashina bu. Buni ko'rsanglar, hozir necha gradusga olib tushishini ko'rsataman. Bu yerdan set qiladigan bo'lsak, -8 da. Qaranglar, -22 gradusgacha ham olib tushar ekan. Start stop, ikkitadan pulti bor. Yangidek turibdi, qaranglar. Holati haqiqatdan ideal ekan. Mashinani hozir bir ko'rsataman. Kraskasi, avariyasi, umuman qirilgan, chizilgan joylari ham yo'q. Hamma yo'q zavodskiy turibdi. Voy, bittami, ikkitami bu? Voy, ikkita ekan. Bo'lib ham ikkita zaryadkasi bor ekan. Qaranglar, bunaqasi hali bo'lmagan. Mana shu ikkala zaryadkasi bilan jo'natib beraman. Mana bittasini o'zim olib qo'ysam ham bo'laveradi. O'zi aslida mayli, egasi maza qilsin, sotib olgan odam maza qilsin. O'zi zavoddan buni bermaydi. Buni alohida sotib olishingizga to'g'ri keladi. Bu ham 200 dollar, 300 dollar atrofida turadi. Mana Kia'ni o'zini original zaryadchigi bo'ladi bu. Buni alohida sotib olasiz, zavoddan zaryadga qo'shib bermaydi. Ko'pchilik elektromobil jo'natsak, zaryadkasi qayda deb so'rashadi. Zaryadkani alohida Xitoydagidan olib sotib olishyapti. Alohida zakaz qilsanglar, bundan ham chiqarib beraveramiz. Mana holati mashinani yangidek turibdi. Hali mana monitorning orqasida kilonkalar ham olinmagan. Mana qaranglar. Ballonlarda umuman rasxod qilmaysiz. Taglarda ko'rishingiz mumkin. Top-toza holatda turibdi. Taglari ham, bo'tkasini qarang, voy. Oynadek turibdi-yu. Nerjavika bo'lib ham yollariga nerjavika qoplanadi buni. Orqa stoykalarga ham nerjavika qoplanadi. Mana shu mustahkam bo'ladi. Mana shunaqasidan sotib olinglar. Maslahatim, qarang, yondagi qaychilarini. Mana bular ko'p xizmat qilgan, ko'p yurgan mashinalarda mana shu joylarga yomg'ir, qor tegib, zanglar pastga oqib, xuniga chiqib ketadi. Yangi mashina olyapman deb o'ylayverasizlar. 8 cm qalinidan eshigini qaranglar. Oppoq bo'tkanisini ichini qarang, voy. Ikkita parreligidan kattasidan bu. Taglari nerjavika. Chiqqanimizda qirilib qolmaslik uchun alohida pastiga ham bundan qoplama qilgan. Mana bo'tkani chiqaraylar. Yangidek turibdi, top-toza holatda turibdi. O'rtacha bitta full zaryad bilan 250 km yuradi deb o'ylayverasizlar. Ko'proq yuk bossanglar, shunga yarasha rasxod qiladi. Yuk mashina bu. Ba'zi birlar gaz rasxodi ko'p qilyapti, elektr ko'p rasxod qilyapti. Yo'q, bu yuk mashina akalar. Matiz emas. Minayotgan mashinalar yuk mashina. 1 tonnali mashinaga 3 tonna bosganingizdan keyin sizniki ham 18 ta gaz rasxod qiladi. O'zi asli 1 tonnaga
garantiya berib zavoddan chiqargani. Bu bechora 3 tonna yuklansangiz ham, 3,5 tonna yuklansangiz ham ko'tarib xizmatni qilyapti, o'zini oqlayapti. Shuning uchun 25 mingmi, 30 mingmi odamlar olishyapti. Haqiqatan pulini oqlagani uchun, arzigani uchun sotib olishyapti mashinani. Hali buni puliga samolyot beradi, fura beradi, Isuzu beradi deydigan hali bekorchilar gapiraveradi. Buni puliga fura berishi ham mumkin, Isuzu berishi ham mumkin, lekin buni ishini qila olmaydi. Masalan, tor joylarga, kichkina shahar ichlariga, bozorchalarga katta Isuzular kira olmaydi. U kira olmagan joylarga bu kirib chiqadi. Masalan, aptekalar, qassoblar, marojnachilar, do'konchilar mana shunaqa yumshoq, komfort olganga yarasha mana shunaqa zo'rini olgan yaxshi-da baribir deyshadi-yu. Shunaqa pulini oqlayapti, sotib olishyapti akalar. Hali kommentariyaga kirib olib, gaplarni gapiradigan bekorchilar ko'payib ketdi. O'zi odatda unaqa narsalarga e'tibor bermayman-ku. Xo'p, mana birkasi akalar 23-yil 6-oy, birka 8-oy tex pasport ekan, 12 ming yurgan mashina ekan, bor yo'g'i. Avariya, udar, kraska, metno, bir tomchi ham yo'q. Mashina nasib bo'lsa O'zbekistonga ushlaymiz. Narxi 26 ming. CIP O'zbekiston kirib borishi 26 ming bilan buzmasdan bo'tkasini mana shu holatda olib kirib beramiz. Hop, rastamoshkasi hozirgi kunda 6670 dollar chiqdi. Kecha rastamoshka qilganmiz. 7 ming hisoblang, boring. 33 mingga aylanadi. Kirib borib qo'lingizga tegishi. Kia Bongo elektromobil, yuk, refrigerator, xolodilniklar. Aloqaga chiqaverasizlar, inshaalloh xizmatdamiz. Nasib bo'lsa, buni olib ketamiz. Mana shu mashina ekan, chiroyli qilib yuklaymiz. Nasib bo'lsa, o'zimiz xalqimizga xizmat qiladi bu ham.